fida bulsun cenimiz. Kan keçip hem can verip, ahır bulduk azatlık. Kalbimizde var bulgaçka itikat imanımız. Aklandım canları, düşmedi tarih bittidir. Nesli kaldı kendi var, biz onun evladı biz. Çıktı can hem aktı kan, oldu yağdın el aman. Yaşasın, yaşasın, güzel istikbalimiz. Yaşasın, yaşasın, güzel istikbalimiz. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Jasorat munbiriga hoş geldinglar. Bugün alayda bir temada suhbat qilamiz. Hem ekranımızga bir qimmatli akimizni taklif qildik. Bu tema nima deganda, mushu yaqinning yog'i Hindiston bilan Xitoyniki orasidagi mushu to'qinish sabablik Uyg'urlar orasida Hindistonga qiziqish, mushu Ladakh, Aqsaychin degan yerlarga qiziqish to'lqini qo'zg'aldi. Afsus bu vaqtda biz ham tarixdan o'rgangan narsalarimiz, shaxsan men o'zim deb aytsam, bu jihatda o'rgangan narsalarimiz nihoyatda kamchil, yo'q hisobi. Endi buningda bir akimiz bor, ta'limimizga chet ellarda shu arxeologiya ishi bilan maxsus shug'ullangan birdan bir akimiz bor. Bu akimiz bu jihatda bizning bilmaydigan narsalarimizni o'rgatib qo'ya oladi. Bu yerga bir bo'shliqni to'ldira oladi deb o'ylaymiz. Bu bo'lsa-mu Amerikadagi hurmatli arxeolog Qurbon Vali akimiz. Assalomu alaykum, hurmatli Qurbon Vali aka, Jasorat munbiriga xush keldingiz. Aleyküm selam Cesaret Efendi. Taklif qilganinizga rahmat. Hoş buldum. Uzun bo'ldi Qurbon aka, sizni ekranda ko'ramidik. Oldidan bir ahvol so'raylik sizdan. Qandaroq yaqinning ahvolingiz yaxshimi, salomatligingiz yaxshimi? Mening bilishimda siz pensiyadaku deyman. Hozir kunlaringiz qanday o'tyapti? Kitap yozyapsiz, bir tadqiqot bilan shug'ullanyapsiz. Uzun bo'ldi, yo'qolib ketdingiz. O'zingizning hozirgi ahvolini ozroq bir so'zlab bergan bo'lsangiz bizga. Vay rahmat. Men şu pensiyada. Şu pensiya degan şu aramelish degan gapga ana. Şu aramelish. Mening bilishimda siz pensiya aramaganda şu men sayohatni bek yaxshi ko'ratdim. O bu davlatlarga baratdim. Her yili Türkiye'ye berib bir necha oy turatdim. Yevropalarga baratdim. Shu qilib Xitoyning qo'li yetmaydigan yerlarga hammasiga bir berib sayohat qilib turatdim. Yani salomatligim yaxshi. Allohga shukr. Ammo mushu bu yil mushu yaqinqi bir necha oy ichida bu Xitoy vabo tarqatib, virus tarqatib hozir sirtqa chiqolmaydigan bo'ldik. Mushu Amerikaning men Washington shahrida, mushu Washington shahrida shu sirtqa chiqmanglar. Chiqsanglar maska taqib chiqinglar deydi. Shu endi bek zerikib ketadi ekan ba'zida. Sirtqa chiqsam shu maska taqib chiqaman. Ko'chalardami burun intayin ko'p mashina qatnaydigan. Hozir o avtomobillar az, odamlar intayin az, magazinlarning ko'pinchisi taqoq. Ay muhim shu odamlar chuqum kirib birma omiz bo'lmaydigan, shundoq muhim narsalar bor, do'konlar hammasi ochiq. Ham shular kirib bir narsa elib chiqib, shu
Öyde oturduğun gap. Öyde oturuyoruz bo'lmaydigan TV'ni açıp koyup, dünyadaki haberlerini kürdüğün iş, kompüterini açıp koyup, dostlar bilen paranlaşıdığın gap. Günüm şunda ütüp atıdı. Selametligim yaxşı. Allah'a şükür. Endi özüm şu kafeyi bek amraq boğazqa, kahve içkendeki önüm tutup kalıdı. Avazım boğulup kalıdı. Hazır avazını Allah'a şükür yaxşı yapda anlavatımız. Bugün sizin anlaydığı nesrimizin ait köp. Kurban Velika herhalde avazınız tasadifi nim bo'lib qolsa su bor yaningizda o'nshab turib biz sizdan so'raydigan sorimiz chunki Qurbon aka endi Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan boya siz degandek garchi uyga so'nib o'tirib qolgan bo'lsakmi hammamiz shu navbatdagi Uyg'urlarning vaziyatiga jiddiy ko'ngil bo'lib qolyapmiz. Uning ustiga Uyg'urlarning vaziyatida nurg'un ishlar bo'ldi. Endi umum jihatdan aytganda Uyg'urlar bir izdinish bosqichida, ya'ni Uyg'urlar hozir bizning qo'limizda hech nima bo'lmag'achqa, mayli qurol kuchi, mayli iqtisodiy kuch va boshqa kuch bo'lmag'achqa, bir yerdan bir tamoda, ya'ni bir yerdan bizga bir yordam kelsa degan tamoda. Endi shu tamoda sababli bizning Uyg'urlar ko'p izdandi ham izdinayotdi. Masalan, deylik, shu 50-yillarda, 40-yillarning oxirida qechib chiqqanlarniki vatan da'vosi qilganidan boshlab hozirgacha qarasak, bir qismi shu bizga dindosh bo'lgan arablardan umid kutib, bizni arablashtirish, islomlashtirish, arabga bog'lash, qandaqdir endi islomda barliq musulmonlar bir qarindosh degan gap bo'lg'achqa, shular qarindoshlarga ega chiqadi degan bir orzu bilan umidni shu arablarga bog'laydigan bir to'lqin qo'zg'algan bir mezgil uzun yillar davom qildi. Bu hozirmi davom qilyotdi. Muşdan sebebinden bu hatta nurg'un odamlarimizni shu Suriyaga aldab berib o'limga tutib olgan ishlarmi bo'ldi. Bo'lyapti hozirmi? Undan keyin hamda biz Türk bo'lg'achqa, Türk qinidan bo'lg'achqa, Turkiya, shu Turkiy millatlar, Turkiy davlatlar ichida eng kuchli, eng ilg'or davlat, ham barliq Turkiy millatlarga ega bo'lib qolyapti hozirgacha. Jumladan shu Uyg'urlarga ega bo'lib, Uyg'urning ishini bir hal qilib bera oladi. Vatanimizning ozodligida Turkiyaga umid bog'lash kerak degan umid arzularım bo'ldi. Turkiyaga berib yashayotgan qarindoshlarimizning eng az 30-40 yillik tarixi bor. Ammo Turkiyaninki ahvolni ko'ryapmiz. Uyg'ur bo'lgan pozitsiyasini ko'ryapmiz. Ham bu vaqtda ba'zilar yanada umid o'tasa, ko'p bo'lgan az bo'lmagan odamda bu Turkiyaga bir umid bog'lab ketishdan to'g'ri bo'lmaydiganligi to'g'risida yakun chiqaryapti. Hem de hazır kopop Hindistan bilen Xitay arasında bir to'qinish oldu. O 20 necha Hindistan askeri ölüptü. Ofisirlerin baki arasında. Bunundaki Uygurlar arasında tuyuksuzda bu rayonga qiziqish paydo bo'lyapti hozir meselende. Hindistan ezelden Xitay bilen düşmanlaşıp kalkan bir devlet, hem bir çoğun devlet. Yani dünyadaki bir qancha çoğun devletlerden birisi, mayli iqtisadi olsun, mayli ahalisi olsun, yer kölemi, harbiy kuch ham jihati kuchli bir davlat. Bunaqa holatda Uyg'urlar orasida yana bir umid tug'ilyapti. Ya'ni bu bizning Hindiston bizning davlatga chegirdosh. Atlı-saqlı vatanga kirib ketamiz. Uning ustiga Xitoy bilan hozir dushmanlashayotgan ahvolda mishada bir umid tug'ilamdi degan bir orzularmi bor. Endi menimcha Qurbon Velika sizmi bu vaqtlarda o'zingizning o'ylaganlari bor. Chunki sizmi jim turmay Uyg'urning vaziyatini kuzatib qolyapsiz, tafakkur qilyapsiz. Bu şekilde özünüzden oylaganlarını bir anlap bakan bolsak. Doğruda siz degandek şu Uyg'urlar biz bir çoğun ümitde. Nemini ümit qilamiz? Bizni qo'llaydigan, bizga ega chiqadigan bir davlat bo'lsa deb shundoq ümitde. Yani biz musulmon bo'lganligimiz uchun Arab ellerinden bizne çoğun ümit küttük. Bu bo'lmadi. Bundaq bo'lmadi. Arab elleri bilen bizning munosabatimiz fakat şu Allah Taala Qur'onni Arabcha tushirib ekan. Şu Qur'on bizning, Arabning ham bizning. Shunlashqa biz Qur'ondan medet alımız, Kur'an'dan yol yürük alımız, şunundan nişan tapımız.
Biz şu sebepten Araplarga nayet bek yakın bulduk, ularning peshiga esildik, ama Arap devletleri resmi sorunlarda Xitoyni qo'llab chiqdi, bizni qo'llamadi. Bu paket. Biz ulardan ağrınmaymiz, ularning o'zining davlatining amaliy ahvoli bordir. Yeni birisi biz nayet çoğun ümitni Türkiye'ye bağlayatımız. Türkler bizning qon qarindishimiz. Xitoydan zulmdan qo'rqib, ashadan qochgan, sirtqa chiqqan, Turkiyaga kelgan Uyg'urlarning hammasiga panohlik berdi. Jamiyatini berdi, til berdi, bozirini berdi, yordam berdi. Ming martaba rahmat. Bu qarindoshlik degan mushu. Ammo Turkiyaning o'zining amaliy ahvoli bor. U biz degandek Uyg'urlarga ilgi chiqib, berib Xitoy bilan urush qilib berish ehtimoli yo'q. Buni aytdi, aniq gap. Shunlashqa biz Turkiyani xijil qilmasligimiz kerak. Ashunga rahmat aytishimiz kerak. Endi hozir yaqinda bir o'sha Hindiston bilan Xitoy o'tirsida bir to'qinish yuz berdi. Bu to'qinishdan endi Uyg'urlar o'ylayotdi. Bu nima ish bu? O'shuningdan bir fursat bormi deb o'ylayotdi. Endi mening qarashimcha o'shuningdan fursat bor. Uyg'urlar uchun fursat bor. Endi men mushu jihatdan sizlarga bugun Oqsoychin degan nada, Ladakh degan nada, Hindiston bilan Uyg'urlar o'tirsida munosabat bo'lganmi? Mushu masala to'g'riliq o'zimning bilganlarimni deb beray. Men bu haqda bilmayman emas. Men Bejin universitetida 4 yil sanskrit o'qidim. Sanskrit degan hindishunoslik degan gap. Hindishunoslik ya'ni, Hindi Yevropa tillarini tadqiq qilish orqali Uyg'urlar bilan Hindi Yevropa xalqlari o'rtasidagi munosabatni tadqiq qilishda bu sanskrit intayin kerak. U menga bak esqatdi. Endi shu nuqtada aytganda men bu Hindistonni tushunmayman emas. Buni tushunaman. Endi hozir men o'zimning biladiganlarimni haqqasinglarga so'zlab beray. Mening qarashimcha hozir Uyg'urlarga Hindiston bilan, Tibet bilan hamkorlashib Xitoyni Sharq Turkiston zaminidan qo'g'lab chiqaradigan shunday bir fursat bor. Mening qarashimcha. Endi bu boshqalar qanday qaraydi o'qimayman. Bu haqda men bir tafsiliy bir narsa deb beray deyapman. Men hamda shu yangi uchurlarga muhtoj. U Uyg'ur Hindiston munosabatlarining qadimki necha ming yillik tarixda nihoyatda quyuq bo'lib kelganligini buni bilaman. Bu faktlar intayin ko'p. Endi hozir shu yangi yaqinqi zamondagi, yaqinqi davrlardan buyanqi shu Hindiston to'g'risidagi uchurlarni izlash, uni topishmi ba'zida yomon qiyin ekan. Shularni shu necha kun shuni izladim. Shuningdan bir muncha uchurlarni topdim. Men shu bugun zade shu Oqsoychin, Ladakh, Hindiston shu 3 temada, bu 3 narsani sizlarga bir tanishtirishni xohlayman. Bo'ladi, buningda endi oldi bilan shu siz tilga olgan Ladakh yo'li. Endi bu narsani biz cho'nglarimizdanmi chalib-chuq anglaydik, ammo tafsiliy bir tushunchamiz yo'q. Mushu haqda endi siz Uyg'urlar orasida bu hindishunoslik bilan shug'ullangan, 4 yil o'qigan odam, balkim sizdan boshqa birasi men anglab boqmadim shaxsan, bo'lmasligi mumkin.
Şuna bu cihette bizde bir bilim kemçikligi var, yani bir boşluk var. Bu şekilde şu Ladakh doğrusu da, anadaki sen turup Aksayçın doğrusu da, halkımızdaki bir azırak bir nas üyengisi var zaten. Ladakh yolu, Kandak yolu. Bu Ladakh yolu bilen bu Uygurlarning bir bağlantısı var mı mesela? Bu Ladakh qaysi tarafga joylashgan? Bunun Uygurlarningki tarixdan bu yoqqa bir munosabati, hozirgacha bo'lgan munosabati qandaroq? Mush yoqda azroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu nihoyat yaxshi savol bo'ldi. Ladakh yo'li degan gap Uyg'ur Hindiston qatnaydigan yo'l degan gap. Qadimda Uyg'urlar bilan Hindiston o'rtasida bo'lgan munosabatlar hammasi Ladakh yo'li degan yo'l bilan bo'lgan. Bu Ladakh yo'li Uyg'urlarga tunish. O'sha 1947-yili Ladakh yo'lida karvon degan bir kitob shu Qashqar gazetxonasida nashr qilingan. Bu kim yozgan kitobga? Bu endi shu nima? Ahmad Ziyoyi. Ahmad Ziyoyi yozgan. Demak, Ladakh yo'li Uyg'urlar bilan Hindiston o'rtasidagi qatnash yo'lining ismi Ladakh yo'li. Bu yo'lda 1947-yilmi shu Ahmad Ziyoyi efendi mangan. Shu uning bu yo'l xotirasi. Buni aniq turibdi. Endi men bugun shu üç narsani so'zlab turman. Birisi hozir Xitoy Hindiston o'rtasidagi to'qinishning bizga bo'lgan ta'siri nima? Uning ta'sirida biz Oqsoychinni bilishimiz kerak, Ladakhni bilishimiz kerak, Hindistonni bilishimiz kerak. Shu sohadagi bir qadimgi Uyg'ur Hindiston munosabatlarini bir eslab o'taylik. Endi gapimizni nereden başlayamiz desiniz? 2020-yili 6-ayning 15-kuni Galvan jilg'isida Hindiston bilan Xitoy o'rtasida to'qinish yuz bergan. Bu askarlar yetishmagan, ishtirishgan, mushlashgan. Demak, bu bir yangi bir xil to'qinish. Yeniçi to'qinish. Endi Xitoy asosan shu bir urinib ko'rmoqchi-ku, bir voqea tug'dirmoqchi. Hatto shu Xitoyda yasab kelgan, mixqa qilgan kaltaklarni ko'tarib ketdi ekan. Shunday qilib, ashundoq bir voqea to'qinish yuz berganda Hindistondan 20 askar hayatından ayrılıptı. Xitoy o'zining qanchalik adam chiqim bo'lganligini faqat demaydi. Herkes demaydi. Xitoyning shu yerimdan ko'p adami o'lib ketsa-mu, Xitoy herkes uningga voy adam o'lib ketibdi demaydi. Uning adam kerak emas, o'ziga hokimiyatli kerak, o'zining huquqini kerak. Shuningdek u e'lon qilmaydi. Ammo Hindiston shu yerdan tutgan asir olganlarni şu yerde ölüp ketkenlerine o ölügü bilen Xitayning kari yok ekan. Mala şunu ekilip, kürüp, resim gelip, aş qilgan san bo'yicha aytganda 43 Xitoy askari o'lgan. Yarda bo'lganligi xeli ko'p. Demak, ikki tarafning o'sha to'qinishida jiddiy bir to'qinish bo'lganligini bundan ko'ra olamiz. Muşu uçurlarını Ladakh'ның valisi Savgat Biswas degan efendi BBC'ga tanıştırgan. Ben şunundan elevatıma bunu. Endi biz gapimizni texmi cho'nqurlashtiraylik. Galvan jilg'isi Tarım Vadisi bilen Hindistan arasında
1000 yıllar davamlaşkan medeniyet almashtırış dostluk yolu. Yani Ladakh yoludaki bir nokta. Ladakh'ta bu Galvan jilgisi. Yani biz şu nemini hazır endi men endi arxeolog. Men yer astidan chiqqan asar atiqalarni intayin ko'p ko'rgan. Tarix muhasidan tepilgan asar atiqalarning mutlaq ko'p sonligida Hindiston ilmintlari bor. Çünkü o ilqi haykallar bor, yozmalar bor, rasmlar bor. Bularning hammasida Hindiston ilmintlari bor. Masalan, Sanskrit, Kharosthi degandek bir necha xil yoziq, Indiya-Avropa sistemasidagi yoziq tarix modisidan mı tepiladi, Hindistondan mı tepiladi? Sharq Turkistondagi Ming'oylar, bo'libmi Quchoq Ming'oy qatorliq Ming'oylarga sizilgan hikoyalar to'lisi Buddizm hikoyalari. Şu hikoyalarda, aşı tamı sizilgan hikoyalarda Hindistonliklarning obrazi bor, Uyg'urlarning obrazi bor, hammasi bir yerda, yaqin. Ama tarix modisidan tepilgan asar atiqalarda Xitoy obrazlari, Xitoy ilmintlari yo'q deyarlik. Bo'lganlarimi hammasi Xitoylar yolg'ondan to'qiganlar. Buni men Erkin Asya Radyosu'da bu yolg'on qandaq yolg'on ekanligini, Tamu degan Tamuning yolg'onligi to'g'riliq buni alayda deb o'tgan. Bu yerda takrorlashning hojati yo'q. Endi shuningdan ko'rivog'li bo'ldiki, 1000 yillab davom qilgan Uyg'ur Hindiston munosabatlari shu Ladakh yo'li bilan bo'lgan. Shu Ladakh yo'li orqali o'rinlangan. Endi hozir tarix modisi Sharq tarafdan Hindistonning Jammu Kashmir avtonomiyasining bir qismi bo'lgan Ladakh tavasidagi Oqsoychin bilan chegirdosh. Tarix modisi. Mandaq bir oddiy tilda aytsak, tarix modisidan chiqib, ya'ni Xotandan, Qashqardan chiqib, shu Qaraqurum tog'lari, u bek egiz emas. Shu tog'lardan o'ssila Oqsoychin. Oqsoychin o'ssi Ladakh, Ladakhdan o'ssila Hindiston. Bu bir yo'l. Hozir nimalar ba'zi ishlar sal murakkabroq. Xitoy bilan Hindiston o'rtasida to'qinish bo'lgan shu Galvan jilg'isi u Oqsoychindan o'tib boradigan yerda, ya'ni Ko'ylon tog'i bilan Himalaya tog'ining o'rtasidagi bo'shliqda. Deniz yüzüden 3300 metr egizlikda. 3300 metrden 6000 metr egizlikdagi aşındaq bir rayonda. Demek dünyanın en egiz yerida bu ikki davlat o'rtasida to'qinish bo'lyapti. Bu yerda kislorod shalam, nafas olish qiyin. Ladakhliklarga emas, Hindistonliklarga emas, boshqa davlatlarga bu sal qiyin endi sharoit. Shundaq ya. Şu Ladakh aşı buluvatkan, to'qinish buluvatkan yerden o'ssa şu Hindiston. Bu etraf hazır nahayetli sezgir rayon.
Xitoy bilan Hindiston o'rtasida bir chegara masalasi bor. Xitoyning o'ktamligi bu bo'lmasa, o chegarani aytib aniq. Uningga Pokiston aralashgan ya desel murakkab endi. Shunga bu masalani bizning nihoyatda ehtiyotkorlik bilan tanishtiramiz. Ben evvel tanıştırdığım Aksay için. Aksay için. Bu Aksay için degan şu Xotanning janubidagi Qaraqurum tog' tizmalari bilan Ko'ylun tog' tizmalari orasidagi bir bo'shliq. Bir tüptüz soy. Xitoylar buni Aksay Chin deganda Chin degan so'z bo'lganligi uchun bu Xitoyning Oqsoychini, Oqsayi degan bo'ladi deb tushuntirdi. Ama bu Oqsay degan gapchi Uyg'urcha gap bu. Uyg'urcha gap. Xitoy Chinni tutib olgan gap. Amaliyotda u Chinmi Chin emaskan, Oqsoy cho'l deb ataydigan Uyg'urlar. Oqsoy cho'li. Aksay çöl deb ataydigan. Yani o Aksay degan şu Aqtaşlık bir say. Ay şığıllık tüzlenlik. Şundaq bir joykan. Bunun ismi endi shunda Aqsaychin deb atılıb qalgan. Hindistonlar şunda ataydı iken, aşı yemidiklermi, Ladak'tikilermi şunda ataydı iken, Uygurlar şunda atayımız. Şunun bilen bu Aqsaychin deb atılıp qalgan. Biz şuna bunu Aqsaychin devreyli. Bu Uygurlar adette onu Aqsay çöl deydi. Aqsay çöl da. Xitoyning digindek emas. Endi biz oldi bilan Aqsaychin bilan bir tanışaylik. Abiyam deb etdik. Aqsaychin Xotanning janubidagi Qaraqurum tog' tizmalari bilan Ko'ylun tog' tizmalari oralig'idagi bir bo'shliq. Aqsaychinning ko'pincha yer külümü hem de coğrafya cihetten Xotan teveside. Xotan teveside. Xotan teveside. Ama o Hindistan'dan Jammu Kashmir avtonomiyasi, tog' avtonomiyasiga qaraydi. Demek Ladakh qaraydi. Shunga bunun territoriya tevaligi Hindistonga teve. Ular bu yerda Uyg'urlar yashagan aslida Uyg'urlarning zimini ekanligiga e'tirof qiladi. Shunda deydi ularni. Hindistonliklar ishda deydi yani. Shundaq. Uyg'urlarning yeri deydi. Bu Aqsaychinning ko'p qismi coğrafya jihatdan Xotanning tavalligida, Xotan tavasida. Oz qismi Tibetning oliy rayoni tavasida. Ama onun devlet tevelligi cihetini aytganda Hindistanning territoriyasi bo'lgan Ladak'ning, yani Hindistanning Jammu Kashmir tog' avtonomiyasining bir qismi. Bu Hindistanning kontrolidagi rayon. Bunu şu 62-yili Xitoylar tatib olibdi-kanda Hindistondan. Ya tatib olmagan. Tatib olmaganmi? Yo'q. Ama keyin bu yeni bu vaqtda tushunchi bor. Endi bu Aqsaychinning ko'p qismi coğrafya jihatdan Xotan tavasida. Az qismi Tibetning oliy rayoni tavasida bo'lganligi. Shundaqla Xitoy yasatgan Xinjiang Tibet tashyo'li degan tashyo'lning o'tadigan yeri, o'tishadigan yer bo'lg'achqa
Xitaylar Aqsaychinni hech qanday qonuniy rasmiyati yo'q holda bu Xitoyning kontrol qilgan rayoni deb atab olgan. Bu Xitoyning o'zining gapi bu. Bu endi o'ktamlik. Hatto Xitoylar Aqsaychinda shu askar turg'izgan. Endi shu yerda bir nima bor. Igiz Simonut Taqtay qadalgan bir yer bor. Uningda shu Xitoyning askariy punkti, harbiy punkti, punktining belgisi. Shu yerda Xitoyning askari Tianshui Haibingjan deb yozyapti. Shu. Elki tatlı su köle. Tatlı su köle. Yerda endi tuzluq ko'llar bor, tatlı su ko'llar bor. Mava endi tatlı su köle. Mush ko'lning ismi Aqsaychin ko'li. O taxtının üstü qarsam Uyg'urlar ismlarini yozyapti hatta. Shunaq. O o'tgan Uyg'urlar o'shaga yozib qo'ygan jiq xatlar bor. Buni ko'rganlar keyin izlab tepib yoki shulardaq yo'ldan bir mengib beqib ko'si bo'ldi. Endi bu shu Tarım Vadisi'nin ötse shulardaq yo'li shu Aqsaychinga keladi. Shu Aqsaychinda ashundaq bir Xitoy tiklab qo'ygan bir belgi bor. Shu yerda Xitoyning askariy punkti, harbiy punkti bor. Men shu Aqsaychinda to'g'riliq ushurlarni izlaganda, shu internetdagi Wiki ensiklopediyasidan izladim to'lisi. Uningdan hamma ushurlar chiqdi. Aqsaychinda turadigan aholi bor yo'qligi to'g'riliq hech qanday ushur chiqmadi. Adam bormi yo'qmi ushur chiqmadi. Shuning bilan men bek o'shaningga qiziqdim. Zodi adam bormi yo'qmi? Eng oxirida Wiki ensiklopediyasiga xat yozdim. Yani ahalisi kimdi? Eng oxirida bir Xitoycha javob keldi. Nima debdi desangiz? Bu giyoh unmaydigan qaqas cho'lda biz Jungo Xalq Ozodlik Armiyasi bor. Başka adam yok yani. Başka hiç kim yok. Bu çölde kelgiside dünya boyunca kirimi en yukarı boğan bir rayon şekillenidi deb Xitoycha deb yozib qo'yibdi. Sen Xitoyli borkansan, shu Xitoy mushundaq umid kutib etibsan degan ko'z qarash keldim. Demak, Aqsaychinda Xitoyning askari bor. Yerda yerlik yashaydigan aholi yo'q. Burun Uyg'urlar bo'lishi mumkin, Ladakhlar bo'lishi mumkin, Hindlar bo'lishi mumkin, ammo hozir yerda boshqa odam yo'q. Shu Xitoyning askari bor. Biz o'zimizni ozod qilish uchun qo'g'laydigan askar shu yerda. Shularni qo'g'lamay biz o vatanni ozod qila olmaymiz. Olmaysiz. Hamda mening tushancam shunchalik endi. Bu Aqsay degan nayt aniqla bu Uyg'urcha gap. Shu say degan shu shig'illiq bir toshliq degan gap endi. Jilg'a. Shu oq toshliq say ekan endi. Shu Uyg'urcha gap bu. Endi Xitoylar shunda deb javob qildi. Demak, buningdan qaraganda bu Aqsaychinda turishliq aholi yo'q. Ammo yerda o'tadigan yo'l bor. Ladak yo'li Taklamakondan shu Tarım Vadisidan Hindistonga o'tadigan shu qadimgi madaniyat almashtiradigan dag'dam yo'l shu Aqsaychindan o'tadi. Eğer düşman men bor o'shada deb
Bizge dep bir demek düşman şehdi ba. Qoğlaydigan düşman şehdi ba. O'sha Hindistonning Ladakh rayoniga qaraydigan, tava bo'lgan Oqsaychin degan bu toshliq cho'lda 1962-yili Xitoy bilan Hindiston o'rtasida jiddiy urush yuz bergan. Shu 62-yillik urush asosan yuz bergan muhim nuqtaning birisi Oqsaychin. Oqsaychin shu urush bo'lgan yillardimi, uningdan keyinmi Hindistonning tavalligida bo'lib kelgan. Demak, Xitoy tatib ololmagan degan gap. 1996-yildan keyin Oqsaychinda qo'g'ishim keni bayqalgandan keyin Xitoyning nafsi taqildab Oqsaychin to'g'risida yangi hikoyalarni to'qib Hindiston bilan bir kelishim suhbat o'tkazib, kelishim tuzishga tirishgan Xitoy. Hech bir natija chiqarmagan. Shundoq bo'lsa-mu, Xitoy hozirga qadar Oqsaychinni Xitoyning zamini deb o'ktamlik qilyotdi. Uning tavalligida emas, bu qonuniy jihatdan Hindistonning tavalligida. Nima bo'lsa-mu, Xitoyni biz nəhayət yaxshi bilamiz. O'ktam, shunda nomussiz, ashundoq bir hukumat. Tarim vodisidan chiqqan karvon Oqsaychindan o'tsa Ladakhga boradi. Bu yerda Ladakh ko'li deb atiladigan bir ko'l bor. Bu Ladakh ko'li Tarim vodisiga quyiladigan Qaraqosh daryosining manbasi. Shu Xotanning Qaraqosh daryosining manbasi shu Ladakh ko'lida. Qo'shardan keladi. Bog'lanadi. Endi uning bir tarafi Oqsaychinda. Bu ko'l. Yana Qashqar daryosining manbasi shu. Demek bu şu Ladakh ko'lidan, ya'ni Oqsaychin rayonidan hosil bo'lgan Qaraqosh daryosi, Qashqar daryosi, bular hamisi Taklamakan qumlig'idan eqib o'tib, Bopir ko'liga quyiladigan shu Tarim daryosini hosil qilgan daryolar shular. Bu yerda bir Hindistonda bo'lgan ba'zi bir tarixiy voqealar bor. Hindiston Angliyaning mustamlikasidan ozod bo'lgan. 1947-yil ozod bo'lgan. Mustaqil, shu vaqtda mustaqil bo'lgan. Uningdan burun bir mezgil Angliyaning mustamlikasi bo'lib turgan. Angliyaning mustamlikasi bo'lib turgan mezgilda Angliyalik xaritchilar Tarim vodisiga kelib, shu Qashqar, Xotan yerlarda jiq tekshirish ettirib, oxirida shu Ladakh, Oqsaychin mush joylarning xaritasini shular sizgan. Buning shu Oqsaychinnimi shu o'ziga tava rayon qilib ko'rsatgan. 47-yili Hindiston Angliyaning mustamlikasidan mustaqil bo'lgandan keyin Ladakh Hindistonning tavalligiga o'tgan. Demak, Hindiston mustaqil bo'lgandan keyin bu Angliyaning deyilgan bu zaminlar hamisi Hindistonning zamini bo'lgan. Shuningdan keyin Hindiston o joyda Ladakh tağları avtonomiya konsuli deydigan bir ma'muriy organ qurgan. Demak, avtonomiya. Ladakh avtonomiyasi degan shu. Ladakhda yashaydigan aholilar shu vaqtda, ya'ni Kashmirga qaraydigan,
Sik dövletiga qaraydigan Tibetlermi, Hindilarmi, Türkiye tilini so'zlaydiganlarmi, hammasi Hindiston tavalligiga o'tgan. Yani biz bu Aksayçinni yani maşinçilik tanıştırdık. Aksayçin bunun yer külümü Aksayçin'in yer külümü 42.000 kvadrat kilometre. 42.000 kvadrat. Bunundan 30.000 kvadrat kilometrelik dairenin təvəlligi Xitay bilen Hindistan oturusida talashda atışta. Yani bu Aksayçin hakkındaki nəhayətdə bir ixcham aytilgan qisqacha uçurlar mushunchilik. Yani biz Ladak hakkında, Ladak ötüp gidelim. Oldu. Ladak benim bilişimçe xeylicik ahali yaşaydığı rayon bu. Aksayçin mi? Ya Ladak. Ladak'ta bu. Ladak'ta ahali köp gene. Bu xeli çoğun bir sanaatleşken, taraq kılgan rayon. Yani Ladak aşı bir tarafıda iyiz tağlar var. Yeni de bir Ladak kölü var. Aksayçin'e mi tutuşuduğun. Aşı kölünün buyuda şundak avat ahallar var. Bir yerde en isil bir şehir var. Leh deydiğin. O şehrini taraq kılgan şehir. Endi Ladak deganimiz Hindistan'ın Himalaya tağ tizimleri rayonu bulup bu rayonda to'qinish yuz bergan joydan yani 160 kilometre yiroqlikda Leh deydigan bir shahar bor. Xitoy bilan Hindiston o'rtasida to'qinish yuz bergan joy bu Muşu Avat şehrinin tinchligini buzib etgan. Bu şehirge dünyanın hem yerinden ayağı üzülmey kelip turadigan sayohatchilar öksüp qolgan. Ay to'qinishdan keyin. To'satdilla Xitoy virusi yamrab ketgan. Aşı Ladak'mi Xitoy virusi yamrab ketibdi. Ladak daireleri yani Dorji Archok degan bu rayondagi xalqaroliq qatnash butunlay cheklangan. Hozir Ladak rayoniga Hindistonning Xitoyning harbiy qismlari kelishga boshlagan. O'sha to'qinishdan keyin bu gerçi tinch hal bo'ldi, jim bo'ldi degan bilan hozir ham jim emas. Qandoq jim emas? O'sha Galvan rayoni qatorliq o'sha Ladak rayoniga Hindistonning Xitoyning askarlari ko'plab to'shib kelinishga boshlagan. Hozir davomli ko'payyapti bular. Endi demak bu Xitoyning askarlarimi, Hindistonning askarlarimi dengiz yüzüden 5-6 ming metr egizlikda kislorod kam qo'rg'oq nafas qiladigan joyda bir-biriga ho'mishib, to'qinishib qarab turdi. Demak bu bir hozirgi holat. Endi Ladakning yer ko'lami 45.000 kvadrat kilometr. Tağ manzaralari nihoyat go'zal. Shundoq Madaniyat o'zgacha. Bu joyda Tibet tilining Ladak shevasini qo'llanadigan aholilarmi bor.
Ordu tilini qo'llanadigan aholilarmi bor? Hamda Türkiye tilini qo'llanadigan aholilarning boyoqligi texnik emas. Ama ularning tillarida yana Türkiye tillar orlashib qolgan shunday bor deydi. Hani bu mush rayonning hammasi Jammu Kashmir tog' avtonomiyasiga qaraydi Hindistonning. Endi Ladakning madaniyatini eslab o'tadigan bo'lsak, Ladakda milodi 2-asrda Tibet buddizmining eng burunqi shakli bo'lgan Bön dini deydigan bir din taraqqiy qilgan. 2-asrda. 8-asrga kelganda Tibetcha ibtidoiy dinga aylangan. Bu yerda 8-asrga kelganda Tibetcha ibtidoiy dinlar oyoqlashgan. Ladak, Kashmirlarda kichik davlatlar qurilishga boshlagan. Milodi 10-asrdan 16-asrgacha bo'lgan bir davrda Türkiye tilida so'zlaydigan Uyg'urlar bu rayonda islomni rivojlantirgan. Ladakda. Buna aytib muhim uchur ekan, milodi 10-asrdan 16-asrgacha bo'lgan bir davrda Türkiye tilida so'zlaydigan Uyg'urlar bu rayonda islomni avj oldirib, Moğol imperiyasi, yani Moğol degan shu imperiyani qurib Hindistonga kengaygan. Uyg'urlar bu Ladakda yashagan. Uyg'urlarning anaqa Moğol imperiyasi degan imperiya shu Ladakda qurilgan. Qaysi yillarda dedingiz Qurbonka shuni? 10-asrdan 16-asrgacha bo'lgan davrda. 10-asrdan 16-asrgacha. Demek Mahmud Qashqari davridan keyin bizde İslam başlangan. Şu İslam bilen İslamga itiqad qildigan, İslam bilen qurollangan Uyg'urlar şu Ladak rayonida Moğol imperiyasini qurgan. Şu Hindiston tarixida Moğol imperiyasi deb cho'ng imperiya var. Bütün Hindiston şu Moğol imperiyasi qaragan davrlar bo'lgan. O'tganda bir yil gapanga qoldik, Moğol degan gapni ba'zilarga Mo'g'ulga o'xshab qolgan amaliyotda da ma'nosi yo'q, ya'ni turklarga yaqin bir xil ohangdagi gap deb tushuntirdi buni. Mo'g'ol degani shu Turk imperiyasi degandek bir ma'noda degan gaplar bo'lgan. Shundoq. Endi ba'zi biz Araplardan şu taze tushunadigan bilimlik Araplardan so'radik, Uyg'urlar nima deysizlar, qolmoqlar deymiz. Degan. Shuning o'xshash bu Hindistonda shu qurilgan shu Mo'g'ol imperiyasini shu Mo'g'ol deb telaffuz qilishga odatlanib ekan Hindistonlar. Şu ameliyatda şu Uyg'urlar shular. Uyg'urlar yani. Moğol imperiyasi. Endi 18-asrga kelganda bu Moğol imperiyasi zavolliqqa yuz tutdi. Yenidan Namgal davlati deydigan bir qator davlat, kichik davlatlar borliq keldi. 1841-yilga kelganda Tarim vodisida, yani Yerkent qatorliq joylarda Doğlat imperiyasi qurildi. Doğlat. Ladak bu imperiyaga tabe bo'ldi. Demek Tarim vodisida qurilgan Doğlat imperiyasiga Ladak tabe bo'lgan shu 1846-yildan keyin. Yani 1947-yili Hindiston Angliyaning mustamlikasidan ozod mustaqil bo'lgandan keyin bu Tarim vodisi bilan bu Ladak yo'lidagi karvonlar ozlab qoldi. Bo'libmi 1949-yili
Xitoy bu Sharq Turkistonni besib olgandan keyin Hindiston bilan bo'lgan aloqani ustulik bilan uzib tashladi. Bir amal qilib Uyg'urlarni Arab bilan, Türkiye bilan aloqa qiladigan aş yo'llarga boshlab qo'yib, Hindiston yo'lini çok uzib etdi. Hindiston şu 49-yılı Srinagar Leh taş yo'lini yasagandan keyin bu Ladakh yo'li yana qaytadan avjalashga boshladi. Bu Hindiston madaniyati yana qaytadan bu yerda taraqqiy qildi. Ama şu 62-yılı Ladakhda Xitoy Hindiston urushi bo'lgan. Şu Ladakh şu Oqsaychinga tutishilgan yerda, mana shu yerda şu 62-yildagi urush shu yerda bo'lgan. 89-yılı Hindiston bilan Pokiston o'rtasida Kajir urushi bo'lgan. Shuningdan keyin Budistlar bilan musulmonlar o'rtasida to'qinish yuz berishga boshlagan. Demek Hindiston bilan Pokiston o'rtasida urush bo'lgandan keyin bu rayonda diniy to'qinish uzilmagan. Yani bu endi şu umumiy meselenin vaziyetini tadqiq qilgan vaqtda nazardan saqit qilmaydigan bir uchurlar. 94-yılı, 93-yılı Hindistan'dan Ladakh avtonomiyasi qurildi. Hazır Ladakh'ta yüz berayotgan to'qinishda Hindiston, Pokiston va Xitoyning qo'li bor. Demak bu üç davlatning qo'li bor, murakkab. Hindistanning bu avtonomiyasiga qarshi harakatlar asosan diniy to'qinish shaklida davomlashyapti. Endi Ladakh to'g'riliq toplangan uçurlar endi shunchalik bundan foydalanishga bo'ldi. Endi eng muhimi shu Ladakh yo'lida bir mangsak bo'ladi. Shuningga Allah nasib qila. Endi sizniki hozircha bizga bergan ma'lumotlaringizdan qaraganda Uyg'urlar imperiyalarni qurgan yerlarga bu Ladakhlardan tarixda Moğollar imperiyasi emmasmi bu demek ki biz bilan nayet zich munosabatli bir tuproqqa. Afsus hozirgacha bizning Uyg'urlar orasida bu vaqtda biladiganlar ko'p emas. Ya'ni bilgan hisobda sizdan biraqur o'rganib olgan bo'ldik bu tarixni ham Ladakh bilan Oqsaychinniki biz Uyg'urlar bilan bo'lgan munosabatini. Ham ba'zi qarindoshlarimiz qisqa so'rab o'tibdi, boya bir kitobning ismini deb o'tdik. Ladakh yo'liga karvon degan kitobni. Aşu kitapını siz ko'rganmi Qurbon aka? Ben o kitapni anlagan. O'qimagan. Urumchida vaqtimda Ahmed Ziyoy Efendi'den so'rgan. Siz shunda bir kitap yozganlar, sen yozgan. Shu vaqt nashr bo'lgan. Men shu Ladakh yo'lida bir menib baqqan. Bu nayda dag'dam madaniyat almashtiradigan yo'l edi deb bergan. Ama şu kitap bağımı desem ben özendim yok. Yo'qolib ketibdi da kitap. Bu kitap yo'qolib ketibdi. Hem de bu Erkin Asya Radyosu da bu kitapның muqovisi resimga elinib berilgan, men shu resimni qo'llandim. Demek ki hozir bu kitap topqil bo'lmaydi ekanda. Hozir endi shu resmi bo'lgandan keyin tepilishi mumkin. Shu kitapdan saqlanib qolgan joylar bo'lishi mumkin. Benim karşımca şu Gunnar yarının aşının cıglanması da var. Bu endi bu kitapның mazmununu anladınız mı? Nima to'g'riliq yozilibdi ki? Ahmed Ziyoy Efendi Qashqarda hadislar hokimiyat uni tutib akitib sulab qo'yib 500 neçə gün türmədə yatqandan keyin Jameson məşə işləb, şu
Ladakh yo'lidagi karvonga qo'shilib bir menib ekan. Menib shu Ladakh yo'lini bir tasvirlab shunda bir xotira qoldiribdi ekan. Bu cho'ng kitob emas ekan. Shu asosan Tarim Vadisi bilan Hindiston o'rtasidagi madaniyat almashtiradigan shunda dag'dam yo'l. Buning ismi Ladakh yo'li degan mazmunni tushundirdi ekan. Qolgan tafsiliy ma'lumotlar mening tamam. Men o'qimayman. Tamam. Endi bu tarixiy materiallardan qaraganda, deb berganlaringizdan qaraganda biz bilan Uyg'urlar bilan Hindistonliklar orasidami zich bog'lanish yoki munosabat bor. Masalan, men shu Yevropaga yangi chiqqan mezgilimda men vatandan chiqqan Uyg'urlarningki san'atlarini ko'ratdim-da. Endi men yangi kelgan mezgilimizda aramizda shu Hindiston, Pokiston taraflaridan kelganlarmi bor-ekan ko'rib, bizning san'atlarimizni ko'rib, bu Hindistondagi bir yerdagi bir millatlarniki san'atimi bu ajab o'xshaydi-ki. Boshqaligi o Osiyolik emas, Yevropaliklarmi bizning san'atlarimizni, naqsh musiqalarimizni olsa, bir yerlari Hindiston puroq kaslarniki naqsh musiqalar deydi-ki, mushu Uyg'urlar bilan Hindilarniki siz hindishunoslik o'qigan 4 yil o'qigan bir akamiz bo'lishibdi, siz bilan mush Uyg'urlar bilan mush Hindilarniki madaniyat jihatdagi bog'lanishi, munosabati haqida qisqacha bir deb beramsiz? Bo'ldi. Bu nihoyat yaxshi savol bo'ldi. Shu Hindiston qadimiy madaniyatlik demokratik davlat. Bu dunyo bo'yicha 3-cho'ng iqtisodiy gavda. Amerika, Xitoy, uningdan qolsa Hindiston. Uning nüfusining ko'pligimi Xitoydan azroqli kam. Shunda bir cho'ng davlat. Bu endi Hindiston madaniyati intayin qadimiy madaniyat. Xitoy ko'pincha narsani Hindistonning madaniyatini do'rab qo'llangan. Men buning faktlarini ko'rsatib beraman. Shu ravoq shakllik, Xitoy shaklidagi bir xil imoratlar bor. Shuni ko'rsa kishilar bu Xitoycha imorat deydi. Amaliyotda u Hindistoncha imorat. Qadimgi Hindistonning imorat shakli. Uni Xitoylar do'rab taraqqiy qilgan. Endi Hindiston dunyo bo'yicha 3-cho'ng iqtisodiy gavda dedik. Bunun yer ko'lami 328 ming kvadrat kilometr. Bu yer ko'lami jihatda dunyo bo'yicha 7-cho'ng davlat. Endi mushu 7-cho'ng davlatning 40% 40 ming kvadrat kilometrlik zemini Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi talash tortishda. Xitoy o'ktamlik quvvatidir. U bizning deydi, hech qanday tarixiy pakt asosi yo'q. Endi bu mushu hozir bo'layotgan to'qinish mushundaq talash tortishlardan kelib chiqqan. Hindistonning nüfusi 13 milliarddan ortiq. Shundoq. Xitoydan azroqli kam. Hindistonliklar o'zini nima deb tushunadi desa, Hindistonliklar o'zini O'rta Osiyo yayloqlaridan kelgan Oryallarning avlodi deydi. O'zlarini Oryallar deydi. Oryallar bular naytdi bo'yi egiz, qonshir egiz. Mushunda shakldagi millat. Uyg'urlarmi o'zining ajdodini Oryallar deb ataydi. Endi Oryallar shu Hind vodiysiga kirgandan keyin bu yerdagi Darobito deydigan yerli xalqlarni shu mustamlik qilgan. Shuningla ularni paydinpay o'zgartib hozirgi Hind millatiga aylantirgan.
Darobiti degan burni panoh degan gap. Burni past degan gap. Ashundaq millat. Hozir Hindistonliklar qarasa, undaqlar yo'q. Hammasi shu Aryan tipidagi millatlarga aylanib bo'lgan. Endi Hindistonliklarmi, Uyg'urlarmi, her ikisi o'zining ajdodlarini shu Aryanlar deb ataydi. Girmanlarmi shunday deb ataydi. Shunaqa. Bu yerda nurg'un ilm bor, buni tadqiq qilgan. Bu yerda bek cho'nqurlab ketmayli. Demak, shuni deb qo'ysak, shuni bir o'ylab ko'rsa, tadqiq qildi. Qadimgi zamonda Tarim vodisidagi Uyg'urlar Ladakh yo'li degan shu yo'l bilan Hindistonga berib kelib, o'zaro madaniyat almashtirib turgan. Tarim vodisidan topilgan madaniyat meroslarining ko'pinchisida Hindiston elementlari bor. Hindiston obrazlari bor. Boshqani qo'yib, Tarim shu Sharq Turkistondagi ming'aylarga qaraydigan bo'lsak, aytgangi sizilgan rasmlarning hammasida degidek Uyg'ur, Hindi obrazi bor. Shundoq. Uningdagi voqelik, hikoya, nazariya, din hammasi Hindistoncha din. Demak, bizning Uyg'urlar bilan Hindiston o'rtasida shundoq quyuq madaniyat munosabati bor. Bu Xitoy bilan asosan yo'q. Asaratiqlarni uchrasangiz, uningdan Xitoy o'zi yolg'ondan yasagandan boshqasida Xitoyning madaniyatini aks ettiradigan shuningga yaqin keladigan ashuna elementlar yo'q. Hindistonda hozir ko'p sonliq odam Hindi diniga e'tiqod qiladi. Budda dini emas. Budda emas yani. Budda dini emas. Hindi dini. Bu şeyde bizden Uygurlar çok to'la almashtirib oldu şu. Shu turuplar Buddhist ular, o Budda deydi. Budda işte deydi. Emas, undaq emas. Bu qandaq desa, Hindistonda ko'p sonliq odam Hindi diniga e'tiqod qildi, uningdan qolsa Xristian, ondan qolsa musulmon, islom diniga. Hindistonda islom dini milodi 8-asrda boshlangan. Uyg'urlardanmi burun. Hozir Hindiston nüfusining 15% islomga e'tiqod qildi. Hindistonda hozir e'tiqod qiladigan Hindi dini eng burunqi botirlikqa cho'qinadigan brahmanizm. İnsanlar duch kelayotgan azob uqubatdan qutulishining yo'lini izlaydigan buddizm. Shu ikki din asosida taraqqi qildirilgan Hindi diniga e'tiqod qiladi. Bu endi taraqqiy qildirilgan din. Bu buddizm emas, brahmanizm emas. Bu Hindilarda ajoyib isil adabiy asarlar bor. Ramayana deydigan qahramonlik hikoyalari bor. Ba'zilari hozir esimdan chiqib qoldi. Bularning intayin yaxshi bizning adabiyot san'atimizga ko'p his qo'shgan mazmunlar bor. Shu Hindiston madaniyatini obdan tushunish to'g'ri keldi. Buni hargiz voy Buddhist, bizning uning bilan korimiz yo'q deb arablarning peshiga esilsa, bu toza o'zini unutib qolganlik bo'ladi. Bu tarixda necha ming yillik madaniyat almashtirish Hindiston bilan bo'lgan.
Bu paketga hurmat qilmay bo'lmaydi. Endi biz yana gapimizni qayta kelaylik. Endi hozir Hindistonning Galvan jilg'isida, Hindiston bilan Xitoy o'rtasida to'qinish bo'lgan joyga her ikki taraf askar yo'tkalyapti. Demak, buningdan sal burun yuz bergan shu to'qinish hozir qanday taraqqiy qiladi, buni mo'ljallash qiyin. Endi bu her ikkilisi atom davlati, atom qurollari bor. Shunlashqa bu qatim yana 62-yildagidek ashundoq urush bo'lib qolsa, uning o'tgan qatimdagidan qanday farq qildiganligi, qanday qildiganligini tasavvur qilish qiyin. Biz Uyg'urlar endi Xitoyni bek obdan bilamiz. Yolg'onchi, hilgar, o'ktam. Ama Hindiston undaq yolg'onchi emas, o'ktam emas. O o'zining ishi bilan nəhayət əmli şundaq bir millet. O Uyg'urlarni yaxshi ko'rdi. Ama Uyg'urlardan sal ko'ngli og'rigan yerlari bor. Masalan, 62-yildagi urushda Uyg'urlar Xitoy uchun qurol ko'tarib berib, Hindilarga otgan yeri bor. Şu çağlarda biz dersliklerde okuyan edebiyat kitabımızda batı İsmail Batırman, İmam Batır böyle İsmail Mehmet deydigan kahramanlar çıkıp ketiptiken şu vaqtda. Bizniki derslik kitaplarda batı hazırlığı mümkün emas. Ondan mazmunlarını köygülünmaydı. Endi Hindistonliklar şu Uyg'urni esiga olgan vaqtda, shu vaqtdagi urushdagi Uyg'urlarni esiga olgan vaqtda sal nima bo'ladi? Ko'ngil ranjiydi. Asli biz sening do'sting, sening dushmaning, sen dushmaningning qurolini ko'tarib kelib bizni otding. To'g'ri. Sen aql bormi, yo'qmi? deb xafa bo'ladi. Yani bu hem de hemine Uygurlardan ötken severlik değil olmaydı. Çünkü bu devlet Xitayning qo'lida bo'lgan ekan, huquq Xitoyning qo'lida bo'lgan ekan, Uyg'urni shu armiyaga elib, ayaga otsa, endi harbiy deganda buyruqqa bo'ysunmay bo'lmaydi. Shunda bo'lgan yeri bor. Endi hozirgi vaqt kelganda Uyg'urlar Xitoyni obdan tushandi. 62-yillik Uyg'ur hozir yo'q. Albatta. Demak, mushundaq vaqtda Uyg'urlar kim uchun qurol tutib, kim uchun otganligini o'zi yaxshi o'ylay oladi deb o'ylayman. Endi hozir shu yana odamda yana bir xil nima bo'ldi ekan, bir tuyg'u bo'ldi ekan. Bu nima desangiz? Bu qatim yana Xitoy Hindiston o'tirsida 62-yildagidek urush yuz bersa, Uyg'urlar yana shu o'tgan qatimdagidek o'zining dushmani bo'lgan Xitoy uchun miltiq ko'tarib berib, o'zining do'sti bo'lgan Hindistonga qartib otamdi, otadigan ish bo'larmi degan bir savol yo'q emas. Ammo shuni o'ylasam, dilim g'ujuldaydi. Hozir Ladakh yo'lida Hindiston Tibetlar bilan bir sat turib Xitoyni qo'g'lab chiqaradigan fursat bor. Bu bir fursat. To'g'ri. Uyg'ur hech qachon arab bilan birlikda kelib Xitoyni qo'g'lab chiqara olmaydi. Mumkin emas bir ish bu. Turkiyami Uyg'urga ega chiqib, Uyg'ur uchun urush qilib Xitoyni qo'g'lab chiqaradigan nimaga otlanmaydi. Chunki Turkiyaning o'zining davlat nimasi bo'yicha
özünün oylığını var, özünün kabiliyetini, qanchlikini özü oylaydı. Hazır Xitayga zarba beradigan eng cho'ng kuch Amerika. Türkiye dedi-ku, sizning masalanglarni Amerika hal qildi deb. Bas hal qildi. Shu hal qildigan yerga keldi. Amerika Uyg'ur qonunini ma'qullab, Uyg'urlarni qo'llaydigan bo'ldi. Uyg'urga ega chiqdi. Hamda Uyg'urlar o'zi chin tursalar, dunyoda hech qanday bir dushman Uyg'urni buza qila olmaydi. Agar ko'z qarashi o'xshash bo'lmasa, aqlni obdan tutmasa, yana buza qiladigan ishlar chiqishi mumkin. Hamda shu demak hozir Hindistonda shunday qilib Hindiston bilan Tibet birlikda Xitoyga qarshi to'qinishga atlandi. Demak, Tibetning ozod bo'lishi boshlanyapti. Hamda Uyg'urlar shu yana Hindiston bilan Tibet bilan hamkorlashib, birlikda turib, shu Xitoyga qarshi o'tasa, Xitoyni qo'g'lasa, Sharq Turkistonda qo'g'lab chiqara oladi. Bu birdan-bir to'g'ri yo'l. Bu mening qarashim. To'g'ri. Uningdan boshqa to'g'ri yo'l bor desa, men hozircha toza bundan ishonmayman. Hamda shu yo'lni Uyg'urlar o'ylab ko'rsa ekan. Hamda shu Ladakh yo'li degan Uyg'urlar burun menib boqqan yo'l. Unish yo'l. Hamda keyin mangmagan. 49-yildan keyin mangmagan. Hamda shagimi menib boqsa bo'ldi. Menib boqsa bo'ldi. Shu yo'lni tanlasimi bo'ladi. Asli bu to'g'ri yo'l. Men bundaq yerda tashabbusni berib o'ltamayman. Ammo men o'sha Oqsoychin, Ladakh, Hindiston degan shu 3 o'rinni to'nishtirish orqali Uyg'urlarning masalasi bilan buning bog'lanmasi borligini ham Uyg'ur masalasi shu yo'l bilan hal bo'lganligini his qilyapman. Bu mening hissiyotim. Men bir kimga tanmayman. Endi men buni to'g'ri yo'l deyman. Endi yana buni obdan bir o'ylash kerak. Mushundoq yo'lga atlansa, bizda to'salg'i bormi yo'qmi? Menimcha yana to'salg'i bor. Bu nima deganda, shu Xitoydan qochganda Hindiston oldiga chiqib, qarshilab, panohlik beraman desa, rad qilib, sirtqa chiqib, boshqa davlatga ketib, Xitoy bilan birga turamiz, avtonomiya talab qilamiz deydigan isolar hozirmi bor. Shundoq. Bu yerda endi bu ismni asli men tilga olmaydim. Endi elish to'g'ri kelib qoldi. Shu vaqtda shu fursatni keltirib qo'ygan. Shuningdan keyin bu fursat bizga kelmadi. Endi hozir Xitoy o'zi o'ktamlik qilib yurib, Hindiston bilan to'qinishib, bu yerda Uyg'ur o'zini ozod qilish uchun Xitoyga qurol ko'tarib otlanadigan bir fursat hozir kelyapti. Shunday kelayotgan vaqtda ham mandaq bir ish bo'lganligini eslab qo'ydim. Bunimi endi ko'pchilik bundoq bir o'ylab boqsa bo'ldi. Hozir endi Amerika yana bir eng yaxshi ish, Amerika hozir qonun chiqarib Uyg'urlarga yichiqdi. Shunda ega chiqayotgan bir vaqtda yana Uyg'ur ishidan Amerika Uyg'ur deb qo'llayotsa, ala Uyg'ur degan bir millat yo'q deydigan atalmış doktor, professorlar chiqyapti. To'g'ri. Ben bunga hayron qoldim. Bular endi buni qanday tasvirlash, qanday til ishlatishni hech bilmayapman. To'g'ri deysiz, to'g'ri. Mushlar endi to'salg'i.
Bekadımıka çıkmadı ola. Amerika ben Uygur'unu kollayman dep çıksa Uygur degan millet yok. Dep çıkan adam yeni Uygur'dan çıktı. Bu nemi degan içplaslık. Hakikaten şundoq. Bo'ldi, başka gap qilmayli. Endi demek bizning mush yo'limizda ümit bor. Hindiston bilan, Tibet bilan hamkorlashib turib, Xitoyni qo'g'laydigan qurolliq urushga otlanadigan fursat bor. Bu to'g'ri yo'l. Endi buningmi to'solg'i bor. Abizabiyan degandek, yana bizning ichimizdami shundaq ta'tir odamlar bor. Bunimi Uyg'urlar oldidan o'ylash baqsa deyman. Mening hamda bugun shu sizning taklifingizga asosan Oqsoychin, Dudoq, Hindiston deganlarni tonishtirish bo'yicha tayyorligim shunchalik. Yana savol bo'lsa, yana bir qatimda so'zlashsak. Bo'ladi, Qurbon aka, hamda amaliyotda savol nihoyat ko'p tushdi. Ama sizniki tayyorlagan mazmunlarınızı to'liq bir avval bir bizga bildirib olsin deb savolni ortiq so'ramadim. Bu vaqtda bugun bu programmani qilishdagi asosli maqsadim sizning og'zingizdan anglag'im bordi. Ya'ni bu shu Hindiston, Xitoy surkilishlari bizga qanday fursatlarni olib keladi, undan qanday foydalanish kerak deganga oxiri bir nihoyat aniq bir javobni oldim. Nihoyat xushal bo'ldim. Chunki siz Uyg'urlarning ichida shu diasporada men bilgan birdan-bir arxeolog, tarixning guvochisi, hamma ishni ko'rgan odamsiz, isbotlar bilan ko'rgan odamsiz. Hindistonniki ayni vaqtda 60-yillarda bizda ranjib qolganligi, "Ey, sen mening do'stim turib, dushmaning bilan birlashib menga qarshi chiqding" degan gap odatdagi gap emas. Hozirmi bu nejis Xitoy bizni millionlab turmalarga akirib o'tirayotgan bo'lsa-mu, yana agar urushib qolsa, nomus qilmay Uyg'urga qurol tutqizib, yana Hindistonga qarshi ish qilish mumkin-da. Ammo sirtda bizniki o'zini siyosiyon atib olgan, tashkilotchi atib olganlarning og'zidan hozirgacha Qurbonga mushundaq bir ig'iz gap anglamadik. Ya'ni umid nerda? Biz arzu qilgan ozodlikka erishishniki umidi nerda deganga bir to'g'ri javob ololmagandik. Bugun sizning og'zingizdan oldik, nihoyat xushal bo'ldim. Chunki ko'zimiz ko'rib turibdiki, bu Tibetlar masalan. Tibetlar shu Dalay Lama hukumatini ko'tarib chiqib, Hindistonda yerlashdi, shu yerda yashayotdi, Hindiston yabadi. Ham Hindiston anglasam Tibetlarning 10 mingdan ortiq muntazam askari bor hozir. Shu Hindistonliklar bilan bir tarafda bir saf turib, Xitoyga qarshi urushsa, masalan men tasavvur qilib baxsam, bizning Uyg'urning 10 ming askari bo'lgan bo'lsa Hindistonda, Hindiston bilan tang birga turib, mo'rini taraf Xitoy urushgan. 10 ming askar 100 ming Xitoyni chitibatgan bo'ladi. Chunki Uyg'urlar qahramon millat, botir millat, o'limdan qo'rqmaydigan, hozir qon bo'lib ketgan Xitoydan qisos olamiz deb aytgan millat. Ammo Uyg'urlar nega shilayotdi? O'tganda Turkiyaniki xabarlarda ko'rdik. Helikopterlar bilan Vahan koridoriga o'tkazadigan gaplar Turkiyaning ATV'larida chiqibdi. Uyg'urlarni Suriyada o'lmay qolganlarni, berib o'limizda o'lmay qolganlarni va boshqalarni jihad qilamiz deganlarni Vahan koridoriga aeroplan bilan to'shiydigan gaplar chiqib, nihoyat o'lg'ilib ketgan. Asli bordigan yerning naligini mana bugun to'g'ri bir javobni oldik. Sizlarchi siyosiyon bo'lmaysizmi? Tarixni, chilliqni obdan biladigan bir akimiz bo'lish sifatingiz bilan nihoyat yaxshi bir javobni berdingiz. Baxushal bo'ldim, Qurbon Valika. Ammo sizni yana birdan tutib o'tag'im bordi, ko'pchilikmi ayrılg'isi yo'q. Mushtaqda nurg'un bir bilan yizyotdi, ammo sizning salomatligingizni ko'z tutmasak bo'lmaydi, Qurbon aka. Men agar nima bo'lsam, shu xalqimizdan tushgan savollarni bir jug'lab sizga bir yo'llab boqay. Agar shuning ichida javob berishga to'g'ri ko'rganlaringizni siz o'zingiz tanlab olib, yana bir qatimda, chunki tema meningcha hozirgi vaziyatimizga bak mos keladigan intayin muhim bir tema. Agar vaqtingiz bo'lsa, salomatligingiz yor bersa, yana bir qatim bir vaqt chiqarishni xohlasangiz, men xalqimizdan kelgan savollarni jug'lab sizga bir avatay. İnşallah bir fursat bersangiz,
xalqimiz bilan shu xalqimizdan tushgan savollar tariqasida bir mung'lashadigan, paranglashadigan fursat bo'lsa degan orzudaman. Bo'ladi, siz shu savollarni menga avatib bering. Bo'ladi. Men uningga yana har bir savolga javob berish uchun darhol kallamda hamma nima tayyor emas. Uni yana ashushimni yig'ib, aslab, bilganlarimni aslab chiqishim ham bilmaganlarimni tepishim kerak. Masalan, savollarni avatib bersangiz, yana bir tayyorlik qilib, yana bir suhbat qilsak bo'ladi. Endi hozir hamda oxirida yana deb qo'ydiganim, Xitoy hozir Hindiston bilan bo'lgan surkilishda hech qachon yoki Gansu'dagi harbiy rayonini emas, boshqa yerdagi harbiy rayon emas, Janubiy Shinjong harbiy rayoni. Bu yerdan yana shu Uyg'urni solmoqchi. Yana qanday? Benim isim kelgan sorular şu yaqinda bo'lgan surkilishda ikki tarafdan adam o'ldi. Hindiston 20 necha adam o'ldi dedi, Xitoydan 40 necha o'ldi deb Hindiston dedi, Xitoy demedi. Hatta ba'zi Uyg'urlar orasida işte gaplar bor, ash o'lgan, Xitoy tarafda o'lganlarning ichida Uyg'urlarmi borki degan gaplar bor. Siz shu ehtimollik bormi? Men buni endi tafsili tur bo'lmagandan keyin men Uyg'ur bor demayman. Bo'lishi mumkin. Janubiy Shinjong harbiy rayonidan mang'uzgandan keyin Xitoy o'zi Ulimbayaga hargiz o'zini olib bormaydi. Uyg'urni avatidi. U yerda Uyg'ur o'zining ovozini chiqarolmaydi. Men Uyg'ur demaydi. Ammo Hindistonliklar yana toniydi. Tonib oladi. Shunga abiyam dedim-ku, yana ashundoq ish bo'lsa, 62-yildagidek yana Uyg'ur Xitoy uchun qurol tutib berib, Hindistonga otadigan ish bo'lsa, mening tinim jug'uldaydi dedim-ku. Shunday ishni bo'lmaydi, degilolmaydi. Shundoq. Shunlashqa buningga nihoyatda ahamiyat berishimiz kerak. Bizning urug' tuqqanlarimizga deyishimiz kerak. Uyg'ur Xitoy bilan bo'lgan urushda mag'lub bo'lgan emas. Shundoq. Asadichinni bekorga so'qmadi. Shu. Har bir urushda mag'lub bo'lib qolgan, ammo nupusimiz ulardan oz bo'lg'achqa bir mezgil unutilib ketamiz. Xitoy hiligar, uni deb, buni deb aldab qo'yib, chiroyli gap qilsa, yerib ketamiz. Bizda shundoq do'stqon solsa, uningga bardoshlik berolmaydigan shundoq xalq bo'lg'achqa Xitoyning do'stligiga oldinib ketdik. Hozir hamda bu Janubiy Shinjong harbiy rayoni bilan shu Amerika Hindiston o'rtasida bo'layotgan to'qinish shular bilan degan bu hukm nihoyatda bu uchur nihoyatda aniq. Shunga biz o'zimizning urug' tuqqanlarimizga har holda nasihat qilishimiz kerak. To'g'ri. Tushuntirishimiz kerak. Shundoq. Chet eldagilar oldi bilan obdan tushunishimiz kerak. Tabii. Bizda hamma uchur yo'llar ochiq, hammani ko'rib turib, biz to'g'ri uchur egallay olamiz, ham to'g'ri analiz qila olamizda bu ishlarni. Agar qudratimiz yetsa, shu vatandagi qarindoshlarimizni ogohlantirish. 60-yillarda Hindiston gerçi Uyg'urdan ranjigan bo'lsa-mu, hamda bizning vatandagi ahvolni hozir bilmaydi. O qadar ig'ir besim, qattiq besim ostida bizning ayni vaqtdagi shu qurol ko'targanlarmi balkim majburiy hamda shu urushga qatnashganda ular hindilarga emas, asli qo'yib bersa Xitoyga qarshi urush qilsa bor, ammo Xitoyning qattiq qo'lligini hammamiz bilamiz. İnşallah hindilarmi hamda Uyg'urlarning ahvolini obdan bilgandan keyin shu qadar ezilayotgan millat ekanligini, ularmi yana bir qatim yo'l ichilib qolsa, masalan, ishni taqib olmas deyman. Chunki ayni vaqtdagi Aysa apandilarga shu Hindiston ishni ochgan, oshaga kirib bir mezgil turib, bu yerda turmaymiz deb, bu yerda nurg'un ishlar bo'ptiki, ashlarga hamkorlashib ish qilmay Turkiyaga ketgan jiq hikoya bu hamda. Bundan keyin
Xalqimiz tarixni jiq o'qidi, jiq kallasini silkidi, jiq tajribalarni hosil qildi deyman. Endi to'g'ri yo'lning nimaligini inshaalloh tapa, ammo sizga o'xshash ustozlarimizniki mushu to'g'ri yo'lni ko'rsatib berishi nihoyat muhimchu. Shunga bugun shaxsan men nihoyat xush bo'ldim Qurbon aka sizniki bergan javoblaringizdan. Sizning vaqtingizni ko'p olmay Qurbon aka, boya degandek men savollarni jug'lab sizga bir avatay qachoniki bir sharoitingiz bo'lganda, vaqtingiz yetganda men yana bir qatam bir suhbat qilishni bak orzulayman Qurbon aka. Ham ko'pchilikmi shundoq orzular deb o'ylayman Qurbon aka. İnşallah yana bir fursat berasiz bizga. Shundoq. Men savollarni avatib beraman. Yana bir qatam suhbatga tayyor turay. Bo'ldi. Shu Uyg'urlarning ozodligi, mustaqilligi uchun bo'lgan har qanday tadqiqotga men boshlatmayman. Uni yaxshi tadqiq qilib, görürmenlerge, anlarmenlerge, bizimle bilgilerimni dep birmen, ularga tanımayman, ularning mashinasini o'ylab ko'rishini o'tinaman. Bizning suhbatimiz bugun shunchalik bo'lsa, kelar qatim ko'rishgacha omon bo'linglar. Rahmat, ko'p rahmat. Omon bo'ling, salomat bo'ling Qurbon aka. Yana bir ko'rishgacha omon bo'ling. Xayrimiz Allohga emanet. Allohga emanet. Qarindoshlar, hozir mana bugun diasporadagi bir tirik shohid, bir olimimiz, bir qadrli akimiz bilan nihoyat muhim bir temada suhbat qildik. Va uzundan buyon shaxsan men uzundan buyon javob olishga tirishib qolayotgan bir narsaga javob oldim ya'ni. Xuddi programmaning beshida men deganga o'xshash, bu hammadan izlanayotgan, butun Uyg'urlar izlanayotgan bir mezgilda, ya'ni bizning umidimiz nada? Qaysi yo'lga mansab to'g'ri bo'ladi degan bir tema, mushu savolga javob berish ustida izlanayotgan mezgilda har xil izbaz talash-tortishlarni beshimizdan kechirayotgan bir kunda bizniki arxeolog, tarixshunos hem hindishunos akimiz Qurbon Vali akimizdan shundoq bir sado keldiki, asli umid Hindiston bilan bizning vatanning chegarasida. Buni oldin o'ylaylik qarindoshlar. Hozirgacha sizlar biror tashkilotdan men Uyg'urning vakili, men butun Sharq Turkistonlikning vakili, men birdan bir tashkilot davatqonlardan shundoq bir sadoni oldinglarmi? Osh tarafga bir harakat qilayotgan atalmış o'zini siyosatchi davatqonlarni ko'rdinglarmi qarindoshlar? Yo'q. Ya'ni millat to'g'ri yo'lga boshlanyapti. Suriyaga o'rib necha ming odamimiz behuda o'lib ketdi, behuda. Yosh bolalarimizni, qiron bolalarimizni behuda o'lib ketdi. Ammo biz yana aramizda shu söyümlük aziz qarindoshlarimizni o'limga tutib bergan munofiq qonxo'rlarni, qandaqdir ustoz, diniy mollam, yana birimida beshimizni ko'taramiz biz dört millat. Onundan boshqa boya Qurbon kam deb o'tgandek, tarixda nerede bir chiqdi, birnima qarg'u deydiganlar chiqib, tarixda Uyg'ur degan millat bo'lib boqmagan degan gaplarni men Qurbon Vali kam anglab shu qadar g'azablanibdi. Başka bir nima demayli, boya degandek ana qisqacha so'zlab berdik-ku, shu Ladakhga bog'lab turib Uyg'urlarning tarixini qisqa so'zlab berdi. Biz shu qadar shonliq tarix yaratgan, madaniyat yaratgan bir millat qarindoshlar. Uyg'urligimizdan faxrlanishimiz kerak. Uyg'urligimizni söýüşimiz kerak. Hammadan muhimi, kallamizni silkitib, aqlimiz bilan yashashimiz kerak. Birisi 4 tal sözünü yadlayıp Allah'ın namı bilen adam korkutup seni ölüm giştese, gorgutasa, mazarlıkını gösterip aldırıp mağmaq erinişim, kallanını silkivet. Müstakillik deyimiz, vatan üçün cinin pida deyimiz, cinini nerede pida kılışını ögen. Bugün cevabını aldık. Canını pida kılıp bulduğun ye bakiye. Aşı nicis Xitay, aşı Xitay'ını görsen şın uçurlap ütürütken kildi o. Yani aşı nicis Xitay'dan aldığı berip, aşını oda meyli kaltek tutsun, meyli mıntık tutsun.
aşında kan ilişidigan yerler baki qarindoshlar. Şuna biz her günümüzde muşundaq atalmış siyasiyon, paylasof, ziyali, piyali, profesör deganlarning gaplerini quruq falsafalarini, quruq siyosatini anlab o'tmay, quloqqa yoqadigan, amaliyotga uyg'un, qig'ilib bo'ladigan gaplarni anglaganda shuni qabul qilaylik, shu tarafga mangaylik qarindoshlar. Tarishaylik shuningga. Xo'sh, men bu gapni yo'rg'alatmay, oxirida deydiganim qarindoshlarimiz Qurbon Valikovni ekranda akamligimiz oson emas, ammo har qatim bu akamizni ekranda akaganda nihoyat qimmatli fikrlarni olamiz, nihoyat qimmatli bilimlarni o'rganamizda. Shunga bu Qurbon Valikov boyiman necha qatim deb o'tdim. Bayım o nurgun savollar tushibdi, hammasini o'qib ketolmadim. Orliqdan programma tugagandan keyin Qurbon Valikovga mushu yuqorqi temada va boshqa munosabatli temalarda savollaringiz bo'lsa, mushu temaning ostiga, mushu programmaning ostidagi inkas yozdigan yerlarga yozib qo'yinglar. Men hammani jug'lab Qurbon Valikovga avatay, yana bir qatim taklif qilaylik, chunki yana oydinlatadigan, yo'ritadigan nurg'un narsalar bor mushu temada. Şuna ahirde deydiganim qarindoshlarım, mushu ishga ko'ngil bo'lsak, hammalar Qurbon Valikovdan so'rashga tegishli mushu haqda. Vatanning ozodligi, mushu lataq oqsaychin taraflardan foydalanib vatanni mustaqil qilish to'g'risidagi mushu ishlar to'g'risida so'raydiganlar bo'lsa, mushu yozib yoki menga shaxsan ayrim yozib avatsanglar bo'ldi, menga avatinglar. Qurbon Akamni qachon ekranga yana bir ekranlaymiz bilmaymiz. Shu vaqtcha men savollarni jug'lab Qurbon Akamga bir avatay. İnşallah uzun o'tmay Qurbon Akamni yana bir taklif qilib, Qurbon Akamning og'zidan teg'imi muhim javoblarni olishga tirishaydi. Bugun yana vaqt chiqarib programmani ko'rpaganlarga ko'p rahmat qarindoshlar. Hammalarni Allohga topshirdim. Xayr, Allohga omonat. Gözlerimden döner gahi bıraktı. Bir uygur gülümse çıraktı. Seviliştiğimizi taşar kırgaktı. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Sevmiştiğimizi taşar kırgaktın. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Yağmur her kaçan dersen en güzel düşlerde gözüm var. Yağmur her kaçan gezersen tamam. En güzel düşlerde gözüm var. Bağrına gömülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Bağrına gömülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan.
Quşlarga qarayman nimadur özlab Vatan aslıdım kimikimden Quşlarga qarayman nimadur özlab Vatan aslıdım her taş her giya ben seni şu kadar sevindim vatan ben seni şu kadar sevindim vatan Dıllarga tutuya her taş her giya ben seni şu kadar sevindim vatan ben seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim